Assalomu alaykum. Mana bugun Word dasturi bo'yicha oxirgi darsimizni tomosha qilamiz. Bu darsda bir nechta life hack deydi, ya'ni ishimizni osonlashtiruvchi bir qancha ayyorliklarni o'rganamiz. Ushbu dasturni shu bilan ushbu kursimiz yakuniga yetadi. Darsimiz oxirrog'ida esa ushbu kurs haqida qisqacha ma'lumot beraman hamda o'rganish bo'yicha amaliy tavsiyalar berib o'taman. Birinchi navbatda mana bu o'lchamlarni o'zgartirish oldingi darslarimizda ko'rib o'tdik. Mana shu o'lchamlarni santimetrda yoki dyumda yoki qandaydir o'lchov birligini o'zgartirishni o'rganib chiqamiz. Agar sizda dyum bo'ladigan bo'lsa, buni qanday biladik? Mana shu to'g'roq joyga bir necha marotaba bosish orqali mana bizda chiqadi yuqoridan 2 santimetr qoldi. Agar sizda bu yerda santimetr emas, chiziqcha bo'lsa, ya'ni dyum bo'lsa yoki boshqa o'lchov birligi bo'lsa, qanday o'zgartirishimiz mumkin? Buning uchun faylga kiramiz. Parametrga kiramiz. Mana bu yerda дополнительныйga kiramiz va ekran degan bo'limini topamiz. Mana ekran santimetrda turgan ekan. Agar sizga millimetr kerak bo'lsa, millimetr yoki boshqa o'tkazishingiz mumkin. Santimetr ko'pincha shu qo'llaniladi. Shuning uchun santimetrni bosib, keyinni bosamiz. Mana shu o'lcham barchasi santimetrda bo'ladi. Ana endi keyingi o'rganadigan jihatimiz ba'zan dasturingizda mana bunday chiqmasligi mumkin. Ya'ni chiziqcha prokrutka deydi. Endi o'zbekchasi qanday atalishini bilmadim. Mana shu harakatlantiruvchi chiziq deyishimiz mumkin. Mana pastkisi, yondagisi bo'lmasligi mumkin. Buni qanday yoqishimiz mumkin? Faylga kiramiz, parametr, xuddi boyagina дополнительный va ekran bo'limini topamiz. Boyagina pastroqda. Mana ekran, mana bizga ikkita keraklisi. Показывать горизонтальную полосу прокрутки, показывать вертикальную полосу прокрутки. Agar ikkalasi yoniq, sizda o'chiq bo'lsa, ikkalasini yoqsangiz, ham bu yerdan, ham pastdan o'sha chiziqlarimiz paydo bo'ladi. OKni bosamiz va tayyor. Keyingi yana bir o'rganadigan jihatimiz, biz agar shunchaki faylni bossak, mana bu yerdan открыть bo'limiga kirsak, последнийda biz ishlatgan hujjatlar, oxirgi marotaba ishlatgan hujjatlarimiz turadi. Tasavvur qilamiz, bizga qaysidir hujjat doimiy tarzda ko'p kerak bo'ladi va u ro'yxatni yuqoriroqda, xuddi ma'nolarga o'xshab turishini xohlaymiz. Buning uchun o'zimizga kerakli hujjat, masalan, mana bu hujjatni yonidagi belgiga shunchaki bossak, u tepada paydo bo'ladi. Uni olib tashlash uchun ham xuddi shu belgini bosamiz, olib tashlaymiz. Shu orqali o'zimizga kerakli hujjatlarni yuqoriga mahkamlab qo'yishimiz mumkin. Keyingi o'rganadigan jihatimiz bu havolalar bilan ishlashni o'rgandik. Oddiygina misol. Masalan, Yandex.ru deb yozamiz va u havolaga aylandi. Mana shu havolaga izoh berishni ko'ramiz. Ya'ni shunchaki agar siz havolaga borsangiz, manzilni ko'rsatyapti va kontrol bilan mishkani bossang kirib ketadi degan ma'no beryapti. Bunga izoh ham berish kerak. Buning uchun belgilaymiz, mishka o'ng tomonini bosib, изменить гиперссылкаga kiramiz. Mana podskaska bo'limiga kiramiz. Agar uni maskirovka qilmoqchi bo'lsak, oldingi darsda ko'rdik, uni belgilagan holatda Ctrl K edi. Biz shunchaki o'zini ham podskaska bermoqchimiz. Ya'ni nima deymiz? Qidiruv tizimi deymiz. Oddiygina, soddagina misol. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana qidiruv tizimi, ya'ni manzilni bizga ko'rsatmayapti. Oldingida Yandex.ru deb yaqqol ko'rsatgan. Hozir esa qidiruv tizimi deb ko'rsatib qo'ya qoldi. Ko'pchilik guruhda so'raydi qanday qilish kerakligini. Bu oddiygina mana bir nechta keling bir matn bilan ishlaylik, matn bilan yaxshi ko'rinadi. Mana tasavvur qilamiz, mana shu matndan keyin chiziq qoldirishimiz kerak. Ya'ni chiziq chizishimiz kerak. O'ngdan chapga tarzida yoki boshqacha mana shunday chiziq bo'lib ajratib berish kerak. Buning uchun chiziqni bir necha uchtalar bosib, kamida enterni bossak, mana bunday chiziq hosil qiladi. Shift chiziqchani bosgan holatda bir nechtasini bossak, quyidagicha chiziqcha hosil qiladi. Yulduzchani bir necha marotaba bosib enterni bossak, quyidagicha chiziqcha hosil qiladi. Mana shu orqali ajratib berishimiz mumkin. Endi tasavvur qilamiz, sizda qandaydir hujjat bor, mana shunday chizig'ini olib tashay olmayapsiz. Mana ikkita chiziq olib tashash oson va mana boya boshida 3 ta chiziqcha bilan hosil qilgan chiziqchamizni ketkazish qiyin. Ko'pchilik qiynaladi. Bunda matnni o'zi bilan ketkazish kerak yoki bir boshqa usul bilan ketkazish kerak bo'ladi. Tasavvur qilamiz. Mana shu matnimiz oxirida mana shunday chiziqcha bor. Buni qanday o'chirsa bo'ladi? Mana bunday belgilagan holatda o'chmaydi agar uni belgilab o'chiraman desak. Buning uchun mana shu oxirgi qatordagi gapni belgilaymiz imkon qadar pasti bilan va
mana bu joyda granitsa bo'limidan net granitsani tanlaymiz, bo'ldi. Boya chizig'imiz shunchaki ko'rinmaydi, boshqa ishlarimizni bajaraverishimiz mumkin. Ana endi keyingi o'rganadigan jihatimiz, oldingi darsimizda o'rganuvdikki, mana bu yerda numeratsiya, ya'ni raqamlashtirishimiz, markerlar berishimiz mumkin edi. Bugun yana ham qiziqrog'ini ko'rsataman. Tasavvur qilamiz, biz qandaydir ro'yxat beryapmiz. Mana shu har bittasi link, ya'ni qandaydir foydali resurs uchun berilgan link bo'la qolsin. Buni shunchaki mana bu yerda nuqta bilan berishimiz mumkin yoki raqam bilan berishimiz mumkin. Lekin buni yana ham chiroyliroq, yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun bir narsa o'rgataman. Markerni mana chiziqchasiga bosamiz. Mana bunday yozuv ham chiqarishimiz mumkin. Bunda bittada bilinadiki, foydali kanallar ro'yxatida berilgan mana bu 3 ta yozuv, ya'ni 3 ta kanal YouTube'da joylashgan. Bu qanday hosil bo'ldi? Keling bir boshdan ko'rsataman. Mana bu markerni ham o'chirib turamiz. Demak, biz ro'yxat uchun yozganmiz matnlarni belgilaymiz. Mana chiziqchaga bosamiz. Определить новый marker bor. Bizga bir nechta variant beradi. Simvolga kirsak, mana bunday turli xildagi simvollarni berishimiz mumkin. Chiziqcha yoki qandaydir alifbo tarzida. Hozir bizga rasm kerakligi uchun risunakka kiramiz. Bizga internet orqali yuklash taklif qiladi. Internetimiz yo'qligi uchun bu ko'rsatmadi. Avtonomniy rejimga kirsak va kanalimizda mana bunday rasmlar to'plami bor. Yana bir bor qayta tashlab beraman. Shu orqali mana bu yerdan o'zingizga kerakli rasmni mana bu yerda formatlarni ko'rsatgan, qaysi formatdagi rasmdan olish mumkinligini, o'zingizga kerakli bo'lganini mana shu yerdan tanlashingiz mumkin. Masalan, mayli Telegramni tanlab ko'raylik. OKni bosamiz. Mana oddiygina nuqtaga nisbatan bu biroz chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ldi. Ana endi keyingi o'rganadigan jihatimiz, bu ko'pincha insho yozishga qiziqadiganlar, oddiygina misol, IELTSga tayyorlanayotgan odam essay yozishga harakat qiladi. Insho unda so'zlar soni kerak bo'ladi. Uni har bittasini sanash noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun mana bu pastki panelda mishkan o'ng tomonini bosganimizda nomer stranitsa, chislo slov degan narsalarni yoqishimiz mumkin. Sizda ham bo'lishi kerak. Buni foydalanishni ham ko'rsataman. Tasavvur qilamiz, biz mana shunday matnni terdik. Mana shu bir abzasimiz nechta so'zligini bilish uchun shunchaki belgilaysiz va pastda yozuv chiqaryapti. Ya'ni umumiy hisobda 502 ta so'z bo'lsa, uni hozir belgilaganing 55 ta deyapti. Shu orqali ham biror bir o'zingiz yozgan matnning sonini, matndagi so'zlar sonini aniqlashingiz mumkin. Ana endi o'rgatmoqchi bo'lgan jihatim ko'pchilik talabalarga foydali keladi. Oddiygina misol, men o'zim o'qiydigan oliy ta'lim muassasasining nomi juda ham uzun. Uni har safar biror bir hujjat tayyorlashimda yozib chiqishim kerak bo'ladi. Buni osonlashtirishning yo'li bormi? Albatta mavjud. Demak, buni oldin ham aytib o'tgandim, yana bir bor ko'rsatib beraman. Tasavvur qiling, siz o'zingiz oliy ta'lim muassasangizni uzun nomini yozasiz, uni qisqartmasini yozasiz va uzunini belgilaymiz. Uzunini to'liq belgilagan holatda tekstoviy polyaga kiramiz. Oldin ham buni ishlab ko'rsatdim. Сохранить выделенный fragmentga kiramiz va buni nima deb yozishimizni saqlashimiz kerakligini aytyapti. Ya'ni siz agar to'liq belgilaganingiznikini saqlanib qilasiz. Shuni e'tiborga oling. Buni deb yozib qo'yamiz va bu yerda nima? Abzas bilanmi, sahifa bilanmi? To'lka o'zini deylik. Shu bilan OKni bosamiz. Ana endi keyingi safar siz qandaydir hujjat tayyorlayotgan paytingizda har bittasini donalab yozishingiz kerak emas. Shunchaki stavitga kirib, tekstoviy polyaga kirasiz va oxirrog'ida o'zingizga kerakli bo'lganini bitta bosish orqali yetkazishingiz mumkin. Sizga topshiriq bo'ladi, o'zingiz o'qiydigan oliy ta'lim muassasasi yoki o'zingiz o'qiydigan ta'lim muassasasi yoki ishlaydigan joyingizning nomini mana shunday qilib albatta sinab ko'rishingiz kerak. Bu sizga topshiriq bo'ladi. Keyingi o'rganadigan jihatimiz, oldingi darsda qisqagina ko'rsatib o'tib ketgan edim. Bugun batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu tablitsalarni sortirovka qilish, ya'ni tartiblashimiz kerak. Mana shunday jadvalimiz bor. O'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar asosida, masalan, sana bo'yicha yoki mahsulot nomi, narxi, tashkiloti, holati bo'yicha tartiblashimiz kerak. Buning uchun shunchaki jadvalni belgilaysiz. Jadvalni belgilaganimiz mana bu yuqorida konstruktor hamda maket bo'limlari ochilishi orqali bilinadi. Главный bo'limidan mana bu A va Y yozuviga bosamiz. Va mana shu yerning o'zidan birinchi bo'lib qaysi holat bo'yicha, sana bo'yicha, sanani tip turi qanday bo'lsin, nima deb hisobga olsin.
Sanada biz chislo berganmiz, ya'ni sanani o'zini berganimiz uchun data bo'lib qoladi. Keyingisi mahsulot nomi. Mahsulot nomi albatta matn bo'lishi kerak, chunki mana bu yerda matn berilgan. Uchinchisida esa narxini belgilashimiz mumkin. Buni son deb belgilaymiz. Shu tariqa qolganlarga teginmaymiz. OKni bossak, mana ularning tartibi o'zgardi, ya'ni sana bo'yicha o'zgartirib berdik. Bundan tashqari boshqa xilda ham tartiblab ko'rishimiz mumkin. Tashkilot nomi bo'yicha, tekst bo'yicha, shunga o'xshashga bu barchasi o'zgartirishimiz mumkin. Shu orqali o'zingizga kerakli jadvalni, kerakli ma'lumotni tartiblab olishingiz mumkin. Ana endi qiziq bir jihatni o'rgataman. Tasavvur qilamiz, yana bir bor Wikipediyaga murojaat qilamiz. Mana shu bobokalonimiz haqida biz qandaydir ish yozyapmiz. Oddiygina misol tayyor matn bo'lgani uchun buni oldim. Mundarijasini oldingi darslarimizda havola orqali hosil qilishni o'rgangan edik. Ana endi bugungi darsimizda xuddi shu tarzda faqat raqamlar bergan holatda mundarija hosil qilishni o'rganamiz. Bu qachonki siz referat, turli xildagi ishlar bajarganingizdan so'ng albatta qilgan ishingiz mundarijasi kerak bo'ladi. Bu sodda usul orqali tezlik bilan yaratishingiz mumkin. Buni qanday qilamiz? Buni qilishning bir nechta yo'llari bor. Keling, mana bu yaxshiroq ko'rinish uchun vid bo'limidan neskilka stranatsani belgilaymiz. Yonma-yon ko'rsatib beradi. Mana men boyagini xuddi o'z holatida shunchaki u yoqqa ko'chirib o'tkazdim vaqtdan tejash maqsadida. Ana endi qolgan ishni sizlar bilan birga bajaramiz. Mundarijani tuzishimiz bir nechta usuli bor. Oddiygina usuli mundarija so'zidan so'ng yaqinroq qilamiz. Enterni bosgan holatda bu yerga tablitsa orqali ham joylashimiz mumkin. Ya'ni birinchi tablitsani birinchi raqamiga mana bu yerga sonlar bo'ladi. Birinchi tartib raqami, mana bu yerga mavzuning nomi, bu yerga esa betini belgilashimiz mumkin. Bundan keyin esa mana kichikroq qilib, oddiygina bitta misol bilan ko'rsatib bera qolay. Biografiyani belgiladik, kopiya qilib mana bu yerga joylashtirdik va bu yerga sahifasini yozdik. Bu nimaga kerak? Hozir namuna oxirida ko'rib o'tasiz, tushunib olasiz. Demak, bu tarzda bo'ldi va oxirida tablitsani belgilagan holatda mana bu yerda granitsasini yo'q qilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu oddiy holatga o'xshaydi, birato'la tartibli ketadi. Mana bu yerda qanday yozuv bo'lishidan qat'iy nazar, sizning har bitta qilgan ishingiz tartibli bo'ladi. Har bittasi chekkada joylashgan bo'ladi. Bu bitta oddiy usuli. Bu sal qiyinroq, lekin buni ham ishlab ko'rishingiz mumkin. Biz yana ham sodda usulni o'rganamiz. Kerakli so'zni belgilaymiz. Demak, bu mundarijamizning birinchi qismi, birinchi beti bo'ladi. Buni belgilagan holatda mayli mana 3-chisini bosamiz. Buni xohlasangiz o'rtaroqqa joylashtirishingiz mumkin, xohlasangiz undan keyin enter tashlashingiz mumkin va qolganlarini ham shu tarzda qilib chiqamiz. Mana keraklilarni belgilab chiqdik va buni ham belgilaymiz. Shu bilan endi qilgan ishimiz aniq ishlayotganini aniqlash uchun sahifani raqamlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni oldingi darslarda o'rgatgan edim. Sahifalash uchun stavitga kirardik, nomer stranitsaga kirib, pastki holatda mana bu o'ngda joylashsin deymiz. Kolon titulni yopamiz. Hammasi joyida. Ana endi yuqoriga joylashib qoldi. Mayli, zarar yo'q. Buni keyinchalik ham o'zgartirib olishimiz mumkin. Ana endi qanday qilib mundarijani tezkor hosil qilamiz? Vidga neskilka stranitsani bosaman. Yaxshi ko'rinib bilinib turish uchun mundarija joyiga kelgan holatda demak, biz mundarijani yonidamiz. Ssilka bo'limiga kiramiz, оглавлениyaga kiramiz va bu yerdan o'zimizga kerakligini tanlaymiz. Mana bu aslida mundarijadan keyin joylashish kerak edi. Qandaydir xato tufayli bu yoqqa o'tib qoldi. Bundan keyin esa mana bularni Ctrl Enter bilan joylashtirib qo'yamiz. Endi bu nima vazifani bajaradi? Buni qanday afzalligi bor? Bu birinchi navbatda sizga kerakli bo'lgan sahifalarni o'zi anglagan holatda to'g'rilab beradi. Ya'ni bu keyinchalik o'zgartirsangiz ham bu ham o'zgarib boradi sahifalar. Yana bitta eng ajoyib jihati, agar siz 40-50 betli katta hajmdagi hujjat bilan ishlayotgan bo'lsangiz, shunchaki buni havola sifatida foydalanishingiz mumkin. Xuddi boyagidek Ctrl va sichqonchani bossak, mana shu sahifaga olib kelib beradi. Shu orqali soddagina, qisqagina amallar orqali mundarijani osonlik bilan yaratishingiz mumkin.
Bugun sizga aytmoqchi bo'lganlarim shular. Endi esa kurs haqida qisqagina ma'lumot beraman hamda o'rganish bo'yicha ushbu dasturni mukammal o'rganish bo'yicha amaliy tavsiyalarni berib o'taman. Ko'pchilik so'radi, Word dasturi uchun 8 ta yoki 9 tagina kurs juda ham kam emas. Albatta kam. Word dasturini imkoniyatlarini ko'rib o'tdik. Ular ko'pligi uchun kamida 30 ta, 40 ta, 200 tagacha ham turli xil qiyinlikdagi darslarni tayyorlash mumkin. Lekin men qisqagina imkon qadar sodda kerakli jihatlarini jamlagan holatda ma'lumot berishga harakat qildim. Shuning uchun 8 tagina dars bo'ldi. Tavsiyalar quyidagidan iborat. Siz bu kurs bilan cheklanib qolmang. Albatta qo'shimcha izlanishingiz kerak. Chunki biz bor yo'g'i tanishuv hisobga olishimiz mumkin. Ko'rib o'tdingiz qanchagina bu yerda ko'rib o'tishingiz mumkin bo'lgan qiyinlikdagi narsalar mavjud. Shuning uchun hech qachon izlanishdan to'xtamasligingiz kerak. Ikkinchi tavsiyam, istalgan tildagi mavjud darslardan foydalanishni o'rganishingiz kerak. Ruscha, inglizcha farqi yo'q. Mana shu dasturga oid bo'lsa, ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Chunki ularda siz agar tilni bilmagan taqdiringizda ham ko'rsatib berish orqali, ko'z orqali anglab olishingiz mumkin. Uchinchi tavsiyam esa imkon qadar o'zingizga qiyin bo'lgan hujjatlarni nusxasini yaratishga harakat qiling. Internetdan turli xil qiyinlikdagi rasmlar, jadvallar mavjud. Hujjatlarni yuklab olingda o'shani kopiyasini yaratish, ya'ni nusxasini yaratishni harakat qiling. Shu orqali siz dasturni bilish darajangizni oshirishingiz mumkin. Imkon qadar men qisqa tilda, oddiy sodda tilda, qisqa darslar orqali kursni to'liq tushuntirishga, ushbu Word dasturi bilan to'liq ishlashni ko'rsatib berishga harakat qildim. O'ylaymanki, bu darslarni yaxshi o'zlashtirish orqali o'zingizni qoniqtiradigan darajada dasturni bilaman deyishga ishonchingiz komil bo'ladi. Nasib qilsa, keyingi darslarda alohida dars sifatida qo'shimcha imkoniyatlar haqida boya aytib o'tolmaganimiz, ko'rib o'tolmaganlarimiz yoki biroz murakkab bo'lgan jihatlarni alohida darslar qilib sizlarga taqdim etaman. Albatta bu dastur bo'yicha bilimlarimizni oshirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.